O'sish nimadan boshlanadi? O'sishni основном 4 ta направленияsi bor. Bu meni hayotim davomida, opitlarim davomida bilib, o'rganib chiqib o'zim xulosam. Bu meni formulam desam ham bo'ladi. Tak, основном 4 ta направленияsi. Birinchi направленияsi bu ruhiy. Unga kiradi namoz o'qish, ilm orttirish, Qur'on o'qish o'rganish. Chunki ruhan o'sish sizga qalb xotirjamligini beradi. Ikkinchisi ma'naviy o'sish. Bunga kitob o'qish, окружение meniyat, networking kiradi. Ruhan xotirjam inson kitob o'qisa ham uni hazm qila oladi, uni hayotda qo'llab ko'ra oladi. Uchinchi направленияsi bu fiziologik, ya'ni sport bilan shug'ullanish. Bu sizga nima beradi? Stressga устойчивость beradi. Когда inson fiziologik kuchli bo'ladi, o'ziga uvernis oshadi. To'rtinchisi va последний bu albatta moddiy o'sish. Qachonki siz ruhiy, ma'naviy, fiziologik направленияларni o'stirsangiz, moddiy yo'nalishi o'zidan o'sadi. Shunday ekan, ko'pchilik qilgan xatoni qilmang. Ko'pchilik birinchi moddiy o'sishga harakat qiladi. Siz naborot, birinchi ruhiy o'sishga harakat qiling. Shunda ketma-ketlik paydo bo'ladi.